Sodiq, menga bitta narsani tushuntirib ber. Bu o'rtog'ingga o'zi aql kiradimi? Odam shunchalik ham ahmoq bo'ladimi? Yomon qachon qarasa uni ketini tozalab yuraman. Bu yoqda qilib ketgan muammolarni zo'rg'a yopuvdim. Endi esa qanaqadir qizi ketidan Qozog'istonga ketib qoldi. Endi nima? Qozog'istonga borishim kerakmi uni ketidan? Davlat aka, Kamron uni sevadi. Sizlar xohlaganday buxgalter bo'lishni istamaydi. Uni o'zining dunyosi bor. O'zining olami bor. Ko'pchilikda uchramaydigan noyob talanti bor. Ishxonangizda o'tirib olib, mishka bilan uni boshqara olmaysiz. U robot emas, odam. Uni ham yuragi bor, opa. Nimaga Kamron ko'chaga chiqib eshitadigan odam qidirish kerak? Nimaga uni tushunmaysizlar? Otasi bo'lib siz tushunmaysiz. Onasi bo'lib siz tushunmaysiz. Mana dadamga aytadigan qancha gaplarim bor, lekin hozir dadam yo'q, yoniga bora olmayman. O'g'il bolan dadasi bilan gaplashadigan gaplari, onasiga aytadigan sirlari bo'ladi. Aytsam onam xafa bo'ladi deb indamaydi. Nimaga siz mendan iltimos qilasiz Kamron yonida bo'lishimni, uni eshitishimni? Nimaga o'zingiz do'st bo'lmagansiz shu paytgacha? Nimaga uyga kelgisi kelmaydi? Nimaga boshqarishni xohlayverasizlar? Nimaga eshitishni xohlamaysizlar biror marta? Siz Kamron bilan bitta uyda yashab gaplashmaysiz, Davlat aka. Nimaga u ko'chaga chiqib mehr izlash kerak? Nimaga otasi bo'lib siz tushunmaysiz? Onasi bo'lib siz nimaga tushunmaysiz? To'g'ri, nazorat kerak, lekin farzandni tushunish ham kerak, opa. Qachongacha uni qiynaysizlar? Nimaga eshitmaysizlar? Faqat topshiriq berishni bilasizlar. Chizgan chizgilardan chiqmasa bo'ldi, ha? Qachon tushunasizlar uni? Mana bu menga shu paytgacha bergan hamma pullaringiz. Hammasi joyida. Bu dunyoda pul bilan xalq bo'lmaydigan narsalar bor. Sizni pulingiz yetmaydigan narsalar bor. كل درب يشق مسدود